Türkiye Milliyetçi Hareket Partisi'nin reisi Devlet Bahçeli, Palestin Prezidenti Mahmud Abbas'ın Uyghur meselesi kişilik hukuk meselesi emas, Xitayning terrorlukka karşı görüşünü kollaymiz degan sözlerge küçlük inkas qaytardı. Bahçeli mundaq dedi. Uyghur Türklerini terrorchi deyish adolatsizlik ve numussizlikdir. Palestin Prezidenti Mahmud Abbas Xitayning Uyg'urlarga qilayotgan zulmini qo'llab cho'ng bir satchilik qildi. Palestin Prezidenti Mahmud Abbas oldingi hafta Xitoy ziyoratida Xitoyning atalmış terrorluk ve aşkınlıkka qarshi ko'rishini qo'llaydiganligini aytgan edi. Davlat Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'de qilgan so'zida Türkiye'nin Palestin davosini qo'llab kelganligini ta'kidlab, Mahmud Abbas'ın sözlerini tanqid qildi. Uyghur Faaliyetler Amerika Avam Palatası ma'qullagan majburiy organ yig'ilishini to'xtatish qonunini qarshi oldi. Amerikada Xitoyning siyosiy mahbuslar, Falun Gongchilar, Uyg'urlar va o'z xalqiga qaratgan organ atkazchiligiga qarshi sadolar kuchaymoqda. Amerika Avam Palatasida Cumhuriyetçi kirisimiz o'ttirg'i qo'ygan majburiy organ yig'ilishini to'xtatish qonun loyihasi 2ga qarshi 143 ovoz bilan ma'qullandi. Bu qonun Amerika hukumatining Xitoyda majburiy organ yig'ilishga qarshi davomli konkret tadbir qo'llanishiga turtki bo'ladi. Bu tadbirlar bo'lsa a'zo ko'chirish operatsiya uskunalarining eksportini cheklash va bu xil operatsiyalar uchun tarbiyalashni to'xtatishni o'z ichiga olgan bo'lib, bu xil jinoyatlarga chetishlik shaxs va tashkilotlarga jazo yurgizishga yo'l qo'yadi. Mazkur qonun loyihasi navbatda Kengash palatasiga qarab chiqishga sunilgan. Fransiyada joylashgan Yevropa Uyg'ur instituti dunyodagi oldingi qatordagi kiyim-kechak shirkatlari ustidan arz sunib, ularni Uyg'ur avtonom rayoni va Xitoyning boshqa joylarida Uyg'urlarga qartilgan majburiy emgakni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiligini qo'llash bilan aybladi. Yevropa Uyg'ur institutining raisi Dilnur Rayhan Nikki Osiyoga bildirishicha, arz qilingan markalarning ichida Yaponiya kiyim-kechak markasi Uniqloning Fransiya tarmoq shirkati, shuningdek Zara markasining bosh shirkati Inditex, Fransiya Modeyi, SMCP ve Amerikadagi oyoq ishlab chiqaruvchi Skechers qatorliqlar bor ekan. Faoliyatchilar xalqaro moda markalarini tekshirishni talab qilgan bo'lib, ularni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizayotgan jinoyatlariga sherik deb ayblagan. Mol ko'chasi gazetining xabariga qaraganda, Xitoy bilan Kuba doiralari Kubaning Shimol dengiz qirg'og'ida birlashma harbiy mashq qurish to'g'risida suhbatlashmoqda ekan. İsmini oshkorlashni xohlamaydigan Amerika amaldorlarining bildirishicha, ular Xitoyning Kuba bilan hamkorlashib qurilganligi ilgari surilgan bu markazga Xitoy askarlarining o'rinlashtirilishi va axborot harakatidan andish qilmoqda ekan. Bloomberg'ning xabariga qaraganda, Xitoy doiralari Qatar bilan har yili 4 million tonna LNG setilishini o'z ichiga olgan 27 yillik to'xtam imzolashga yaqinlashgan. Kelishimga asosan Xitoy davlat neft shirkati Qatarning sharq-shimolidagi ishlab chiqarish o'rnining 5% payini oladi ekan. Koreyada hokimiyat yurgizayotgan Xalq huquq partiyasining rahbari Kim Ge-hyun bu davlat yashaydigan Xitoy fuqarolarining yerlik saylovda bilet tashish huquqidan mahrum qilinishini tavsiya qildi. Yonhap agentligining xabariga qaraganda, Kim parlamentdagi so'zida 2022 yil 6-oyda o'tkazilgan yerlik saylovda Koreyada yashaydigan taxminan 100 ming Xitoy fuqarosining bilet tashiganligini bayon qilgan.